Nu'man ibn Bashir degan sahoba aytadilarki, onam otamdan men uchun bir hadiya berishlikni so'rab oldi deydi. Onasi otasiga qarab, o'g'limiz Nu'monga hadiya berasiz deb turibdi. Bir rivoyatda xizmatkor deganlar, bir o'g'lomda aytganlar. Bergandan keyin ona shunday talab qo'yibdiki, endi buni mana shu o'g'limga bergan hadiyangizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni guvoh qilmaguningizcha men qabul qilmayman deb turib olgan. Keyin o sahoba borib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, men mana shu hadiyani o'g'limga berdim, uni onasi Ravoha menga shu farzandingga bir hadiya bering deb turib oldi. Shunda siz bir guvoh bo'lsangiz, bilib qo'ysangiz dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolam nima dedilar? Unga qarab aytdilarki, bundan boshqa farzanding ham bormi dedilar. Sahoba-i kirom, ha bor, bundan